Assalomu alaykum do'stlar, yana sizlar bilan O'jon Kamolov deb anchadan bir video olib qo'ymay qo'yibman. To'g'risini aytaman, nima deydi, bu videoni chiqarishdan avval bitta narsa, ortiqcha izohlar kerak emas. Ya'ni sertifikat qanaqa chiqadi, qandoq bo'ladi, munosabatingiz qanaqa, qiyin tushdi, oson tushdi, yo'q. Namangan viloyatida, agar boshqa viloyatdan ko'rayotgan bo'lsangiz, Namangan viloyatida adashmasam 30-kun ikkinchi smena bo'ldi, bilmayman. 28, 29 va 30-kun birinchi smenada imtihonlar bo'ldi. Ikkinchi smenada ham bo'lsa topishga harakat qilaman. Qaradim, ochiq fikr uyg'onib qoldi va sразу video olyapman. Uy sharoitida, ya'ni hech qanaqa tayyorgarliksiz bosyapman, olyapman. Sababi bundoq deyman, men o'zim ham kerak bo'lsa imtihonga o'quvchilarim ham kirib chiqsa, kirib chiqqandan keyin to'g'ri javobga qiziqadi. Birinchi kun, ikkinchi kun qiziqmaydi, keyin imtihonda javob chiqqungacha o'rtacha 21 kun, ish kuni deyishgan, shu 30 kunni ichida javob chiqqungacha bo'lgan holatda baribir qiziq bo'ladi. Keyin men katta natija kutdim deyishadi. Ota-onalar katta natija kutdim deyishadi. Sizlarga men videoni chiqarishdan maqsad, birinchidan javoblar aniq mana bundoq bo'lar edi. Bilganim degani, masalan, ishlamaгаnim, ishlolaganim, chiqqan savollarni emas, balki ishlanganlarimni aniq faktga keltirib, ya'ni asosli bo'lganlarini sekin-sekin bitta video qilib qo'yib boraman. O'zingizni ishlangan natijangiz baribir eslaysiz, qanchadir holatda aniq eslasangiz ham mana raqam ekan deb turib o'zingizga bir javob chiqarish imkoniyatiga ega bo'lasiz do'stlar. O'shuning uchun kanalni kuzatib boring, xudo xolasa. Demak, 29-kuni ikkinchi smenadan boshlayman, chunki 29-kun birinchi smena yozma ishlari ham fakt qilib chiqarib qo'yibdi. Men xursand bo'ldim. Bu yog'ini ham xudo xolasa qolgan darslarni ham, ya'ni murakkab mavzularni ham aytadi-yu, masalan, siz kirib chiqdingiz, sertifikatdan ko'nglingiz to'lmayaptimi? Birinchi o'rinda baribir ustoz toping, agar uyda tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz. Ikkinchisi, o'sha ustozingizdan qanchadir masofada o'rgangan bo'lsangiz, yana davom eting. Yana bir tavsiya, bugun bo'ldi, ya'ni qachon 30-kun, deylik, aprelda qaysidir sanasida natija chiqqungacha kutib emas, balki kuzda imtihon bo'ladimi, avgustda bo'ladimi, sentyabrda bo'ladimi, ya'ni sertifikat imtihoni siz abituriyent bo'lmasangiz, abituriyent bo'lmagan tavsiya, ungacha bo'lgan holatda qattiq tayyorgarlik qiling. Agar yo'qsa, DTM bo'lsa, abituriyentda DTMga harakat qilavering. Xo'p, o'quvchilardan hammasini savolidan keyin Telegramdagi baribir savollar bizda chiqqan, yodlab chiqarib, o'shandan kelib chiqib masalalarni ko'ryapman. Birinchisi, eng osonroq masalalardan biri 29-kun ikkinchi smenada. Mana bu 36-savol. 36-savolda aytilganki, DNK replikatsiya jarayoni. Ya'ni DNK replikatsiyasi o'zi nima? Bitta DNKdan ikkinchi DNKni sintezlanishi yoki DNKni ikki hissaga ochish. Bitta DNK ikkita zanjiri vazifani bajaradi va unga asosan komplementar tarzda DNK sintezlanadi. Va DNK replikatsiya jarayoniga 112 ming kilojul energiya sarflandi. Va endi men umuman yozib o'tirmayapman. DNK replikatsiya jarayoniga 112 ming kilojul energiya sarflandi va shu DNKga, ya'ni DNK replikatsiya jarayoniga sarflangan erkin nukleotlar 15%, guanin nukleotlari esa 35% ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Va aytilganki, har bir azot asosi oralari 80 kilojul, ya'ni ikkita ATFga to'g'ri keladi. Adashmasam ikkita ATF yoki 80 kilojul bo'lib keltirilgan. Bu fakt. Endi DNKni chizamiz. DNK o'zi qanaqa bo'lishi kerak? Adenin, timin, guanin, sitozin deylik. Timin, adenin. Mana bu yerda vodorod bor. Ikkita, bunda esa 3 ta. Endi bizda maxsus fermentlar ta'sirida bilamiz, assimilyatsiya jarayoni energiya sarflanadigan jarayon. Mana bu yerdagi vodorod bog'larining bittasini uzadi. Ya'ni uzib ketaveradi. Mana bu yerda deylik guanin bo'lsa, erkin nukleotlardan biri kelib, mana bu guanin nukleot bo'lsa, mana bu guanin qarshi sitozin bu keladi, mana bilan bog' hosil qiladi. Mana bu yerda bog' hosil bo'ladi, mana guanin bo'ladi. DNKning ikkinchi zanjiri sintezlanadi. Erkin sitozin keladigan bo'lsa, mana bu yerga keladi. Komplementarlik holatda va DNK ikki hissaga ortgandan keyin o'zining nusxasi bo'ladi. Shu DNK replikatsiyasi hisoblanadi. Umumiy holati 112 ming kilojul energiya sarflanibdi. Erkin
mana bunaqa timin kelishi kerak. Masalan, bu yoqda adenin bo'lishi mumkin, bu yoqda sitazin, guanin, bu 15%. Endi biz sizlar bilamiz, adenin, timin komplementarni deylik 15% mana bu bilan mana bu to'qnash kelyaptimi? Bu nima degani? Timin bilan adenin bu ham 15% tashkil qiladi. Umumiy DNKni, ya'ni eski DNKni. Bu degani 100 ta nukleotli DNK replikasiya jarayonida yana bitta 100 ta nukleotli DNK, yana bitta 100 ta nukleotli DNK hosil bo'ladi. Guanin sintez nukleotlar soni 35% tashkil etar ekan. Endi qarang, 35% bioguanin bo'lgandan keyin, ya'ni guanin mana bu yerga qo'shilgandan keyin umumiy bizda DNKni replikasiyaga kirishayotgan DNKimizda 35% sitazin bo'ladi. 35% sitazin bo'lgandan keyin 35% ham guanin bo'ladi. 35%, 70%, 15%, 30%, 70 ga 30 qo'shsak 100%. Demak, DNKimizda adenin 15%, timin 15%, guanin 35%, sitazin esa 35%. Endi masala ishlab yurganlar menimcha qiynalmasa kerak. Endi nima qilamiz? Endi aytyapti. Shu chalg'itadigan joyi azot asoslari, komplementar azot asoslari, komplementar to'ldiruvchimada adenin timinga komplementar, guanin sitazinga komplementar. Endi adenin va guaninga komplementarni bir juft nukleot orasini uzish uchun esa 80 kilojul energiya sarflanar ekan. Demak, istasak buni atik kod olsak bo'ladi, xohlasak buni. Endi osongina mana 112.000 kilojul energiya taqsim 80 bo'ladi. Shuni bo'lsak, nech juft nukleotlar o'rtasida uzilganligini bilib olamiz. Nech juft. Bu degani buni bo'lib oladigan bo'lsak, adashmasam 1400 chiqadi. Mayli do'stlar, kichkina shunaqa kalkulyator asosiysi bilan. Demak, 1400 juft nukleot azot asosi o'rtasidagi vodorod bog'i uzilgan yoki o'rtasidagi bog'i uzilgan. 1400 juft. Bu degani 1400, ya'ni bir juftni mana shu bilan uzarkan. Bu degani bitta atir bitta azot asosiga teng bo'lib qoladi. O'shanda 1400 juft eski DNK'mizda 1400 juft nukleotlar bo'ladigan bo'lsa, endi bundan sintezlangan DNK'mizda, ya'ni deylik mana chizib adenin, timin, guanin, sitazin. Va bunda ham 1400 juft yoki bo'lmasam umumiy holatda bunda 2800 ta, bunda ham 2800 ta nukleotid bor. Endi aytyapti, bizga masala sharti bo'yicha ikkala DNKdagi sitazin sonini aniqlang. Ikkala DNKdagi sitazin sonini aniqlang. Qanday aniqlaymiz? Endi qarang. Bu DNKdagi sitazin soni 2835% tashkil qiladi. 2800 ko'paygan 0.35 980 chiqadi. Endi o'ylab ko'ring, 35% guanin bu yoqqa kelib qo'shilgandan keyin mana bunda 35% bu yoqqa qo'shilganda bu yoqdagi yangi hosil bo'layotgan DNK'miz ham 35% sitazin bor degan. Bu masala nisbatan oson. 28 ko'paygan 0.35 980. Endi buni bir-biriga qo'shib turib ko'paytirsa ham bo'lardi. Xullas, buni bunga qo'shib qo'yadigan bo'lsak, javob 1960 ta. Demak, 36-chi 29-mart, ikkinchi smena 36-chi savolining javobi 1960 ekan, qadrli do'stlar. Endi bu bilan bunday gap, agar qaysidir joyi xato bo'lsa, ya'ni menimcha ishlanishi mumkin emas, men raqamlarda adashganim yo'q. Faqatgina masala sharti bo'yicha endi yengishadigan bo'lsa, hech xavotir qilmayman. Faqat bu ya'ni bitta odamdan emas, 5-10 ta odamdan bilganimni chiqarib qo'yaman. Demak, 36-chi yopiq testlarning javobi 1960 kilojul qo'yman o'zi. 1960 raqami bo'lishi kerak ekan. Shunaqa gaplar, xudo xolasa, qolganlarini ham asta-sekinlik bilan joylab boramiz. Bitta gap. Harakat qachon, ya'ni mag'lubiyat qachon, mag'lubiyatni uchragan inson kim bo'ladi? U harakatdan to'xtagan inson. Dashi davom eting bo'ldi. Ya'ni oldindan endi men bilmayman, tijorat qiladigan o'qituvchi bo'lib qolganman shekilli. Agar masalan kimdir javobi bilan to'g'ri kelmay qolsa, tushkuning demoqchi emasman. Ya'ni baribir biz oddiy bitta o'qituvchi bo'lib, masalan, zo'r ishlashimiz uchun 4 yil, 5 yillar vaqt sarflaganmiz. O'qiganmiz, abituriyent bo'lganmiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, siz o'quvchi bo'lsangiz, mana javobingiz to'g'ri kelmadimi yoki boshqa smenalarda tushib turib javobingiz to'g'ri kelmadimi? Biling. Hech ikkilanmang.
Xudo xohlasa siz ham yaxshi natija qilasiz. Xudo xohlasa Umurjon Kamolov bilan doimgidek aytadigan gapim, biologiya o'rganish oson bo'ladi. Men 36, xudo xohlasa, agar 37, 38, 39, 40 qanaqadir masaladan qaysidir joylar mana raqami bordi deydigan bo'lsangiz, video kommentariyasi bo'lsa kommentariy, yo'qsa shaxsan o'zimga yozib qo'ysangiz, xudo xohlasa 37 ni ham, 38 ni ham, 39 ni ham va 40 ni ham javobini chiqarib beraman va yozmishlar ham bo'ladi. Sekin-sekin, birdaniga emas, hali sertifikat natijalari chiqqungacha qancha vaqt bor. Demak, ko'rib qo'ying,